Kompaniyada ilk bor joriy etilgan amaliyot dasturi doirasida 3 nafar yosh mutaxassislar jamoamiz safiga qo'shildi. Ular uchun yangi muhit, yangi jamoa va yangi tajribalar davri boshlandi. Kompaniyamizda joriy qilingan amaliyotga xush kelibsizlar. Amaliyotimizni joriy qilishdan maqsad yosh mutaxassislarni kompaniyamizga jalb qilish, ularni oliy o'quv yurtlarida olgan bilimlarini amaliyotga tatbiq qilishlariga shart-sharoitlarni yaratishdir. Mani ismim Munisa va men Webster universitetini xalqaro munosabatlar yo'nalishi bo'yicha tamomlaganman. Bu organizatsiyaga kelishimdan asosiy maqsadim o'zimni professional tajribamni oshirish va universitetda olgan bilimlarimni real hayotda sinab ko'rish. Mening ismim Bekmurod. Men Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining bank ishi va audit yo'nalishini tamomlaganman. Men hozirda O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasida amaliyot dasturini boshlaganman. Bu yerga kelishimdan asosiy maqsad universitet davomida o'rgangan bilimlarimni real amaliyotda sinab ko'rish va O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasini faoliyatini chuqurroq o'rganish. Ismim Durdona, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti buxgalteriya hisobot yo'nalishini bitirganman. Bu yerga kelishimdan asosiy maqsad universitetda o'rgangan buxgalteriya, audit, moliya sohasidagi nazariy bilimlarimni real tajribada sinab ko'rish va o'zimni moliya sohasidagi karyeramni qurish. Yoshlarga imkoniyat yaratish kompaniyamizning muhim tashabbuslaridan biridir. O'ylaymizki, ushbu amaliyot dasturi ular uchun muhim tajriba va kelajakdagi professional rivojlanishi uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.